O'g'lim, Toshkentdan xushxabar. Qo'zg'olon bostirilib, osoyishtalik o'rnatilibdir. Normuhammad Qushbegini yozishicha, bu tadbirda Yusufbek hojining xizmati g'oyatda ziyoda emish. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Ikkita zarrin to'n keltiring. Ofarin. Ofarin. Salomat bo'lg'aylar, salomat bo'lg'aylar. Otangizni katta xizmat soyasida o'limdan qutulganingizdek, zarrin to'nlik ham bo'ldingiz. Xudoyorxon Normuhammad Qushbegini Toshkentning begi qilib tayinlaganimish. Iloyim xushyor tursin. Yurtni tinch tutsin-da. Toshkentni, ota-onamni sog'indim. Assalomu alaykum. Salomatmisiz hojim? Assalomu alaykum ota. Yaxshi kelding, bolagina. Otajon, o'zingiz omonmisiz? Assalomu alaykum. O'g'lim, menga salom berib nima qilasan? Bor o'sha seni o'stirib katta qilgan marg'ilonlik onangni duosini ol. Men seni shu umidda boqib katta qilganmidim. Sen bizni naslimizni ko'tarish o'rniga yerga urib bulg'ading. Biz seni Marg'ilon andisiga shunchalik mukkadan ketishingni bilmagan edik. Adabsiz. O'zingga qolsa, shu Marg'ilonlikni xotinga hisoblab ketaverar ekansan-da, uyatsiz. Xotin bo'lmasa nima axir? Andi. Mana bunday qoshliq, ko'zliq bir andi. Andi deganingiz nima o'zi? Andi? Ha, andi-da. O'zi Xitoymi, nima balo? Ha, qalmoqdan tarqagan bo'ladir. Tushunmagan bo'lsang, lo'lilarni bir toifasi. O'g'lim, sen onangning gapiga achchiqlanma. Bizning sendan boshqa umid nishonimiz, hayot quvonchimiz yo'q. Dunyoda ko'rib o'tadigan barcha orzuyimiz, havasimiz faqat sengagina qarab qolgan. O'g'il o'stirib katta qilgan onaning oldiga esa kelin qayg'usi keladi. Sening sababi vujuding bo'lgan bir kishi o'z hayoti ichida bolasi orqali bir orzu havas kechirmoqchi. Uning bu orzusiga haq berasanmi, yo'qmi? Yana ixtiyor o'zingda.
Bizni kuttirma o'g'lim. Men sizlarning orzularingizni bajarishga, agar xursandligingiz shu bilan bo'lsa, har vaqt hozirman. Ammo ko'ra bila turib, bir bechoraga jabr ham xiyonat. Kimga? Xotiningizmi? Yo'q. Sizning ola turgan keliningizga. O'g'lingizni vujudi bilan orzuyingizni qondirish oson bo'lsa ham, keliningiz qarshisida mani bir jonsiz haykal o'rnida tasavvur qilingiz. Mayli bolam. Hozir bu yog'ini sen o'ylamay qo'y. Onang birovni ishontirib qo'ygan. Bizning oiladan lafsizlik chiqishi menga ma'qul ko'rinmaydi, o'g'lim. Aqlli kishilarning o'g'illari ustidan qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eson-omon keldingizmi? Keling, keling, keling. Xushkelibsiz. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Shukr. Tanjoningiz sog'mi? Qani Shukr. keling, keling. Qudalarim sog'milar? Rahmat. O'zingiz sog'misiz? Shukr. Hasanali otam. Toshkentda yumushlar bilan bo'lib. Kumush? Qallig'ing keldilar-ya. Chiqib so'rashni ham bilmaysan-a, qizim? Voy, uzr. Esingga deymi, qizim? Ering sani deb Toshkent degan shahardan kelsa-yu, sen kim keldi deb oldiga chiqmasang. Bor qizim, chiqib so'rash. Arazlab ketib qolsa nima qilasan?
Otabek, uyalmay, tortinmay javob beringiz. Bu gal Toshkentdan chiqishingizdagi asl maqsadingiz nimaga edi? O'zim sizlarni ko'rish uchun. To'g'ri aytmadingiz. Men otangizdan xat oldim. Otam sizga qachon xat yozgan? Kecha oldim. Demak, ko'ndingiz. Men bu taklifga ko'nayin ham deylik. Ammo ko'nishning va rizolikning zaruri qizingizda emasmi? Siz qizimizning andishasini qilib o'ltirmangiz, bek. Bu ishni eng yaxshisi unga bildirmaslikdir. Yo'q. Men basharti bu ishga ko'nganimda ham qizingizdan yashirmayman. Nega? Negaki uning rizoligini olmasdan turib bu ishga oyoq qo'yishim mumkin emas. Agar u ko'nmasa-chi? Ko'nmasa, men ham ko'nmaslikka majburman. Tuzuk. Uning rizoligini o'zingiz olmoqchimisiz? Yo'q. Negaki qizingiz uchun haqorat bo'lgan bu so'zni aytish mening qo'limdan keladigan ish emas. Qizim ustiga kundosh. Azal kotiblari ushoq baxtin qora yozmishlar. Bu mazmun ila xatul safhai ruxsora yozmishlar. Havosi xokpoying sharhini tahqiq edan mardum. G'ubor ila bayozi diydai xunbora yozmishlar. Gulistoni sar ko'ying sifatin bob ey gul. Xati rayhon ila jadval chikub gulzora yozmishlar. Girib mayxonaya qilsang takallum jon bo'lur shaksiz. Musavvirlar nasuratkim daru devora yozmishlar. Yozonda vomiqu farhod majnun vasfin ahli dard. Fuzuli odini gördüm sari dumora yozmishlar. Fuzuli. Yaxshi kitob. Men ham yolg'iz qolgan kezlarimda bu kitobdan boshimni ololmasdim. Kim yig'latdi sizni? Yig'labmanmi? Ko'zingiz, kiprigingiz. O'zi shunaqa. Yig'latgan men emasman. Men rozi. Men ko'ndim. Ko'ndingiz? Nega? Negaki men sizga ishonaman. Meni unutmaysizmi? Ota-ona orzusi. Bilaman.
Ey, bir kosa choyim bormi, xovori? Bor, keling devona. Yaxshi, yaxshi. Keling. Bitta bachcha bo'lsangiz choy pishirasizmi-ki? Men onam bachalik uchun tug'magan, bildingmi? Voy, choyini qil, choyingdan. Voy, tez-tez qimilasang-chi. Ya, mana u belbog'ni qayerdan o'g'irladingiz? Seniki emas, o'zim belbog'im. Shunaqami? Ha? Menga qara Karimxon, o'tgan kuni o'g'irlatgan belbog'ing mana shu emas. Xuddi mana shu belbog'ni Xuddi o'g'irlatganman. o'zi, ha. Ha? O'g'irlamaganman, sen tak. Yo, mirchab chaqiraymi, ha? Aldayapti. Boringni nima deydi? Qayerdan o'g'irlading? To'ydan olganman. Qanaqa to'ydan o'g'ri? Hojibo'chang to'ydan. Qaysi Hojiboychan to'ydan o'g'ri? Hojibo'chang taniysanmi, ha? Gapini qara. Toshkentda Hojiboychalar ko'p bormi, o'g'ri? Yusuf Hoji. O'g'il uylantirdi. Belbog'ni berasan. Qo'yvor. Ol, ber. Qo'yvor deyman. Qo'yvor deyman. O'g'ri qo'ydi. Devona, Nima deysan? Ko'z og'rig'i? sizga nazirim bor. Oling. To'xtang deyapman. Yaqin kelma ko'z og'rig'i. Boya, kim o'g'ilni uylantirdi deding? Kim o'g'lini uylantirdi dedik? To'g'risini ayt. To'yga keldingmi? To'yga keldim. Yusufbeynikigami? Yusufbeynikiga. Yusufbey qaysi o'g'ilni uylantirdi? Bitta. Qo'lidagini keldingmi? Obramanmi? Omon. Qachon uylantirdi? Beshing bormi? Bor. Bitta beringlar. Beraman. Oldin ayt qachon uylantirdi? To'yga kelding. Tentak. O'sha to'yda men ham bo'lganman. Menga bir tog'ora osh tekkan. Bir tog'ora. Bozordan osh olib bersam, yeysanmi? Ko'zing qachon ko'r bo'ldi? Qachon uylantirdi deyapman. To'yotgandan keyin keldik dedim-ku, tentak. Bir hafta bo'ldi. 10 kun bo'ldi. Bir oy bo'ldi. Endi challar bo'ladi. Chalariga. Qo'lidagin. Toshkentdan uylantirdimi? Ahmoq. Toshkentda bo'lmay, qo'lidagidan bo'lsinmi, ha? Tentak. Otasi o'lmagan kim bor, onasi o'lmagan kim bor. Bu bevafo dunyoda yetim bo'lmagan kim bor. Do'konga borganingda Hasan Alini tezda uyga jo'nat. Xo'p bo'ladi. Bundan keyin choy berishda o'rningizdan turib o'ltirmang. O'ltirgan yeringizdan bersangiz ham bo'ladir. Nega unda deysan? O'rindan turib choy berish odamzodni ziynatidir. Kelinlarni bor yo'q kelinligi ham shunda-da. Sizning uchun ham o'ltirib choy bersin demayman. Ammo bu takallufning menga keragi yo'q. Albatta sizga o'rnidan turib choy berishi lozim. O'ltir qizim. Ko'nglingga olma. Begim, garchi achchiqlansangiz ham aytishga majburman. Sizda vijdon, va'da, vafo, boringcha odamgarchilikdan hech gapi yo'q emish. Esingizda bormi? Soda otamni, Gul onamni qandoqlar qilib aldaganingiz, menga mening orzum deb qilgan xitoblaringiz, to'kkan ko'z yoshlaringiz. Bas, bu hiylalar, bu makrlar sizdan boshqa kimda topilsin? Sizga yangi yor, menga uyatsizlikning qurboni bo'lish muborak. Kumush emas, tuproq bibi yozdim. Hasan ota, Labbaybek. Nima gap? xatni kim keltirgandi? Birov berib ketgan edi. Agar xatingiz bo'lsa, ertaga birrov xabar olib o'tishini ham bildirgan edi. Kelsa ketmay tursin. Xat beraman.
Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Aylanay sizdan poshsha qiz. Mirza Karimboyning hovlilari shumi? Shu, Voy, esonmisiz? Eson-omonmisiz? Anchagina yo'l ekan. Voy, tinkalarim qurib ketdi-ya. Mirza Karimboyning hovlilari aniq shumi? ha, shu. Siz kimlar bo'lasiz boyni? Men qizlari. Voy, sizga bersam ham bo'lar ekan. Mana, Marg'ilon shahrida sokin Mirza Karim Qutidor hovlisiga. Yanglishmabsiz, oyi. Ichkariga kiring, choy qaynataylik. rahmat sizga poshsha qiz. Choyni anchon icharmiz. Bir ko'rgan bilish, ikki ko'rgan tanish deydilar. Bu dunyoda shunaqa hojat chiqishlardan topganmiz. Mabodo Toshkentgami, Qo'qong'ami otangizning yuboradigan xat-patlari bo'lsa, o'g'lim bajondir olib ketadir. Maylingiz. Ha, shu tomonlarga yo'lim tushgudek bo'lsa, xabar olib o'taymi? Mayli, agar og'ir kelmasa. Aylanib ketay sizdan. Yaxshi qoling. Sog' bo'ling. Kumush bibi binti Mirza Karimboyga, zavji toshkentlik Otabek Yusufbek hoji o'g'lidan. Ma'lumingiz, Toshkentdan uylanganimdan so'ng yolg'iz boshimga ham Toshkentdan, ham Marg'ilondan ikki xotin ushlab turish og'irlik qila boshladi. Shuning uchun bu ikki xotinning birisidan ketishga to'g'ri kelib, nihoyat turmushim uchun yengil va orzumga muvofiq bo'lgan bir narsaga qaror berdim. Ul ham toshkentlik xotinim bilangina qolib, sizni taloq qilish edi. Maktubni olgan kuningizdan boshlab o'zingizni mendan begona va nikohimdan tashqari hisoblasangiz bo'ladir. Uyatsiz. Kor, insofsiz, yaxshilikni bilmagan haromzoda. Mayli, nima yandirdik? Sodiq polvon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, ishlar qalay? Mana. Xo'sh, qalay Homidboy? Ishlar o'ngidanmi? Endi poshshaxonnikiga sovchilikka borsak bo'laveradimi? Ishimiz hali u darajaga yetgan emas. Biz hozir faqat sovchining yo'lidagi birinchi g'ovnig'ini yiqitdik, xolos. Jannat xola. Labay. Siz mana bu pulni olib, guzarga chiqib bir chorak et keltirib shurva qilsangiz. Jonim bilan. Qani? Otabek tez kunda keladiganga o'xshaydi.
Sizga yana bir katta xizmat bor, inim Sodiqjon. Kishini xizmatdan qochganiga emasmiz. Basharti bu beradigan topshirig'im oldingi qilgan hamma ishlaringizdan boshqacharoq. Og'irroq bo'lsa-chi? Odam o'ldirishmi? Basharti odam o'ldirish bo'lsa-chi? Shu kungacha ikkitasini joylashtirdim. Uchinchisiga o'tsak, nima qilibdi? Agar shu xizmatni bajarib beraman deb bo'yningga olsang, ont bilan aytaman, yarim davlatim seniki bo'lsin. Qaytmaysizmi? So'z ham bir, Xudo ham bir. Cho'chima. Tezroq bo'l. Otabek kelib qolishi mumkin. Xotirjam bo'ling. Bugun Andijondan qaymoqxon tashrif buyurdilar. Bir mazza qilib maishat qilaylik yigitlar. Sodovoy, nega bu yerda tegirmonchining ishsiz qolgan eshakni jo'njayib o'ltiribsan? Birov deyishim bor edi. Ajra bazimga. Qo'y borsan-chi. Otib qolib deyapman. Seni bori yermidi. Qo'yvorlaring meni. Qo'yvorlaring. Seni meni bo'lmaydi. Qo'ysanchi. Qo'y. Item kan tayyor. Assalomu alaykum. To'xtang. Yaqinlashmang menga. Yaqinlashmang. Ota? Ota? Bu qanday harakat? Uyatsizga mening uyimda o'rin yo'q. Uyatsiz bilan so'zlashmakka ham toqatim yo'q. Ota, boringiz. Mening eshigim oldida to'xtamangiz. Ota! Siz kimsiz? Men bir musofir g'arib. Marg'ilonga shom vaqtida kirgan edim. Ko'zlagan joyim topolmay adashdim. Qani bo'lmasa, yuring biznikiga mehmon. Rahmat sizga aka. O'zingiz adashdim dedingiz-ku, tag'in qayoqqa bormoqchi bo'lasiz? Sizga og'ir kelmasa, og'irligi yo'q. Yuringiz. Men ham sizga o'xshagan bir g'arib. Qani? Sizniki qayerdan mehmon? Men Toshkentdanman mullaka. Ismingiz? Ismim Shokirbek. Shokirbek? Uylanganmisiz? Uylanganman. Xotiningizga muhabbatingiz bormi? Muhabbatim yo'q. Yaxshi ekan. So'zlarimga ajablandingiz shekilli, bek. Yo'q. Balki muhabbat baxtli kishilar uchun yaxshidir. Baxtsiz kishilar uchun esa badbaxtlikdir.
Beka, yana bo'zadan beraymi? Beringiz. Mashshog'ingizni ham kirgizing. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum bek aka. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiringiz. Bismillahir rohmanir rohim. Qanday kuyni chalay bek aka? Bilsangiz, haydalish kuyini, ajralish kuyini chalingiz. Dunyoda bunday kuylar borlig'ini umrimda birinchi marta eshitaman. Dunyoda bunday kuy yo'q deb o'ylaysizmi? Siz eshitmagan bo'lsangiz, menim eshitganim bor. Qayerda eshitdingiz? Farg'onaning Marg'ilonida. Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz. Xo'p bo'ladi.
Yana sovchilar kelishdi. Qizim, qachongacha sen bizni qiynaysan? Bu qarshiligingdan muddaoing nima? Siz bilan otamga muddaomni necha qaytalab aytdim-ku. Bundan so'ng bu ishni xohlamayman. Men bu uyatsiz yirtqich bilan yarashmoq uchun umid tutmayman. Shuning bilan birga er ham qilmayman. Bu kunlardan ko'ra dunyoga kelmagan bo'lsamidi? Bu tirikligimdan ko'ra o'lib ketgan bo'lsamidi? Yanglish so'zlaysiz, onajon. Sizni bu holda ko'rishga, o'z tilagim yo'lda sizni qurbon etishga ortiq toqatim bitdi. Sizni to'kib kelgan ko'z yoshlaringizning bir tomchisiga ham bu tashlandiq qizingiz arzimas. Siz sovchilaringizga bu otamga rizolig'imni bildiraveringiz. Agar achinsangiz, bu rizolig'imni bir sharti qilib to'yni kelasi kuzga bo'lishini aytib o'ting. Onajon. Yaxshi etib oling. Rahmat, rahmat. Dasturxonni ham ja to'kin sochim qilib yuborishibdimi, Ovsin? Ha, nimasini aytasiz? Ovsin, ko'rdingizmi? Juvonga ham shuncha sarpo qilishibdi-ya. Kumush bibi ham xonga tegsa arziydigan ayolda, zebinso. Nimalar bo'lyapti o'zi? Kishining xotinini taloqsiz chiqarib oldi. Bugun erga ber. Astagfirullah. Bu dahshat-ku. Kishining xotinini taloqsiz chiqarib oldi. Bu kun erga berib Bo'lmasin. Yo tavba. Bu qanday ko'rgilik? Bu qanday ko'rgilik? Axir ularning bunga haqlari yo'q-ku. Ya Alloh. Qaysi gunohlarim uchun? Qayoqlarda qolib ketdingiz, Shokirbek? Barakalla sizga. Juda ham tashlandim-da o'zim. Xo'jamavozga borgandim. Nima uchun? Tunashga. Tunadingiz? Sodiq. Otabek usta allimikida ekan. Ko'z quloq bo'ptilar. Qochirib olma. Xo'p bo'ladi aka. O'libdimi qochirib yuborib? Sodiqdan hali hech kim qochib qutula olmagan. Usta Farfa, keling. Yaxshimisiz usta Alim? Eson-omonmisiz? Bormisiz? Salomatmisiz mehmon? Yaxshimisiz? Eshitdingizmi? Bugun kechasi hammomni og'ilida birovni o'ldirib ketibdilar. Kimni? Kelishimda qo'rboshi boshliq o'likni arabaga ortar ekanlar. O'ldirilgan Salim Sharbatdorning o'g'li Komilbek ekan. Tavba. O'ldiruvchi ushlanganmi? Ushlanishi qayoqda? O'likni o'zini
qidira zo'rg'a yarim kechada topganlar. Gumondor bormi? Ha. Devorning qulog'i bor. Ichkariga kiraylik. Gumondorku yo'q, ammo bechoraning o'limi juda qiziq kunga to'g'ri kelishi ajib. Kecha Komilbekni Mirzakarim akani qizi bilan nikohlari bo'lmoqchi ekan. Bechora nikohdan ilgari yonig'a bir o'rtog'ini olib hammomga borgan. U bechorani tahorat uchun og'ilga kirgan paytda tovush chiqarmaslik yerig'a xanjar urib oxiriga tiqib ketganlar. Kim o'ldirgan, nima uchun o'ldirgan hech kim bilmaydir. Birorta dushmani borligi ma'lumdir axir. Albatta bordir. So'zlay beringiz Farfuboy, bu kishi o'zimiznikidir. Nimani so'zlay berayin? Komilbekning dushmani to'g'risida bilganingizni. Mana shu qo'shni tomondan gumon bor. Esingizdami Toshkentlik Otabek bilan Qutidor voqeasi? Xo'sh. Ularni mana shular qiyratgan. Tavba. Nega hobisiz? Boya uyga ketayotganimda Mustafani uchratdim. Xo'sh, Ustalimniki ekanmish. Bekorga kelmagan u yetimgan. Otabek ham unikiga serqatnov bo'lib qoldi. Yo'q. Ha, bularda bir gap bor, Sodiq. Nima? Otabekni tezroq gum qilish kerak. Aka, aytdim, bundan xavotir olmaydi. Dondiramiz, ishlayveray. O'g'limdan aylanay, o'g'limdan. Qo'ying ularni. Qani, oling aka. Endi menga berman. Men bo'ldim ana Mutal polvonga. Menga hadeb beraverasanlarmi? Ana oralatib Jannat opangga ham ber. Bizni kampirga qancha bersang qaytarmasdan ichaveradi. Bersa ichaveraman. O'zim xotin kishi bo'lsam hamchi Mutal polvonlarning o'nini qochiraman, bildingmi? Qani cho'z baqa. Endi ichasiz? Yo'q. Aniq ichmaysiz? Yo'q, bo'ldi. Kumush opamni sog'lig'iga ichmaysiz? Salom, agar orag'a nozik ismni keltirib samasang, xuddi oxirga ichmasin. Juda nozik joyda ushladim aka. Qani, olay. Avvalagina o'rgilsin sendan o'g'lim. Dushanba kuni kechqurun Qutidori hovlisini orqasida uchrashamiz. Qani oling endi. Oshi kutirib qo'ymang, Xobidboy. Qani. Yo'q, bismillah. Mutal. Polvon. Deshni yozganmikan? Ha, bo'lyapti. Yoningda turaymi? Turasanmi yo'qmi, ixtiyor o'zingda. Mayli. Menga qara. Bo'ldi deguncha xushtak ber, xo'pmi? Xo'p. Sodiq. Anu Homidkov qani? Ko'chani boshida o'ltirgandir. Men borib xabar olaman. Homidboydan tezroq xabar ol. Yaxshi. Baraqa.
O'tar. Ha, kesdingmi? Kesdim. Beri kel. Hozir. Kim xirlaydi? Otabek, man mutal oldi. Sodiqam o'lim yoqasida. Endi siz bilan ikkimizgina qoldik. kuchamangiz Qobutboyev. Agar mard bo'lsang, qo'limni qo'yvar. Siz shu yoqqacha mening ustimga qanday kunlarni solmadingiz? Qani aytingchi menga. Bu yomonliklaringizda siz haqlimi edingiz? Haqli edim. Haqli edim. Qani yaqinroq kel. Haqli berding. Dushmanlaringizni yo'q bo'lganlari kim bo'lsin? Suyganingiz bilan endi maqsad yashang. Eson-omon Toshkentga yetib oling. Iloji bo'lsa, bergan xatimni shu bugunoq qaynotamga eltib bersangiz. Yaxshi. Gap so'z bosilg'ach, Marg'ilonga qaytarman. Xudo yor bo'lsin. Omon bo'ling. Sir ochildi. Qanday sir? Men bilan Otabekni qamatib, dor ostiga yuborguvchi. Otabek tilidan soxta taloq xati yozib, bir-birimizdan judo etguvchi. Komilbekni o'ldirguvchi. Uyimiz orqasini teshib, kumush qasdida bo'lguvchi. Hammasi ham shu battol Homid ekan. Ammo badbaxtni ikki kishisi bilan tuproqqa qorishtirib ketguvchi Otabek ekan. Uyatsiz Homid. Bechora begim. Bu xabarni kim keltirdi sizga? Shu yerlik bir odam. Esim qursin, hozir. Otabekni o'zi qayerda? Siznikidami? Bugun peshinda Toshkent jo'nab ketdi. Nega? Nega? Sababini yaxshi tushuna olmadim. Ha, mana bu xat Karimangizga bo'lsa kerak. Endi menga ruxsat. Ha, qani? Amin. Allohu akbar. Usta, bizga juda xayrli xabar keltirdingiz-da. Men sizni tuzukroq kutib ola olmadim. Hozircha rahmat amak. Ammo Otabek kelgandan so'ng kattaroq ziyofatda unutmaysiz-a? Sanga xat. Bularga qarangiz ota. Bizni nechog'li g'aflat bosgan ekan. Taloq xatini Homid yozganligi ma'lum bo'ldi. Vijdonsiz.
Iblis, iymonsiz, kofir. Senga kelishdan aytganmi? Aytmagan. Kelib qolsa yaxshi. Kelmasa Toshkentga o'zimiz tushamiz-da. Endi qizimizni bir kami kundosh balosi edimi? Hamma vaqtga emas, qo'rqma. Eri yaxshi bo'lsa, kundosh balosi nima degan gap? 1-2 oyga boramiz xolos. Bir oyga bo'lsa roziman. Shunda ham kuyovimni yaxshiligi uchun. Ha, ana, endi o'zingga kelding, xotin. Biz bu yerdagi og'aynilar bilan kengashib, bir qarorga kelib qo'ydik. Bu qipchoq degan iflos barchamizni jonimizdan to'ydirdi. Odilona gap. So'zingiz juda to'g'ri, Qushbegi. Siz aytgandek bizga 2 yo'l bor. Birinchisi qipchoqni qirib yo'nish va yoki butunlay qipchoq qo'lida qolib ketish. Bor ekan. Birodarlar, iltimos, Hoji akam gapirsinlar. Maqsadlaringizga tushunolmay hayronman. Nimasiga tushunmaysiz, hojim? Maqsadlaringiz qipchoqni kesishmi? Kesish. Bu ishga sizlarni kim va nima majbur qiladir? Bu sizga ma'lum bo'lsa kerak, hoji. Bu kungacha yomonlikni kimdan ko'rdik? Qipchoq otli xalqdanmi yoki uning sanoqli bir necha kishilaridanmi? Qiladigan ishimiz aql va insof doirasidan chiqmasa deyman. Aqli insof bilan ish qila endi juda to'ydik. Siz manfaatingiz yo'lida 2 xalqni birodar kuchlikka chaqirmoqchisiz. Birodarlar, o'rus bizni o'z ichimizdan chiqadirgan fitna fasodni kutib, darvozamiz tagida ko'z tikib yotibdir. Nahotki chin yog'i ishlatadigan kuchimizni o'z qo'limiz bilan o'zimiz o'ldirsak? Bu to'g'rida fikr qilg'uvchilar bormi? Bunga qarshi hozirlik ko'rib qo'yganmizmi? Siz o'z qipchog'ingiz uchun qabr qazgan fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadir. Agarda keksaygan bir birodaringizni maslahatlariga quloq solsalaringiz, bu fikringizdan qayting. Yo'qsa illo Yusufbekni o'ldi deb hisoblab, meni bu ishlaringizdan chetda qoldiringiz. Hojim? Voy vahiman qurur hoji. Bugun ko'kni ochgan shekilli, ha? Muhammad begim, bir to'da Toshkent beklari qipchoqlar boshiga qora gullar solmoqchi. Xabarim bor. Siz bundan ogohmisiz? Ammo nachora. Bunga Xudoyorxonning o'zlari xayrixohlik bildirmoqdalar. Biz ojizmiz. Yurtning tinchligi hosil bo'lmoq uchun qipchoqlarni kessinlarmi? Kesaverishsinlar. Tinchlikmi bek? Tinchlik emas, bizni sotishdi uka. Musulmon qul Chirchiq bo'yidagi jangda yengilib qochib ketdi. Ana undan keyin Toshkent beklari 15 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan qipchoqni qilib tashladi. Qiyomat bo'ldi uka, qiyomat.
qanday manfaatni ko'zlab bu ishga qo'shildingiz, ota? Endi nega o'zingizni quruq qolasiz? O'zing o'ylab ko'r. Basharti men bu vahshatga ishtirok qilgan bo'lsam, qaysi aql, qanday manfaatni kuzatib qo'shilishgan bo'laman? Agar tamanim yurt so'ramoqqa va shu vosita bilan boylik orttirmoqqa orzuim bo'lsa, boshqalardan ham ko'ra o'z o'g'limga senga ma'lum bo'lmasmidi? Nega har bir narsaga yetgan aqling shunga qolganda oqsaydir? Nega yorg'an yuragimga yana sen ham zahar sochasan? Yirtqichlarning bu qirg'indan qanday muddaolar hosil bo'larkin? Maqsadlari juda ochiq. Bittasi mingboshi bo'lmoqchi, ikkinchisi Nurmuhammadning o'rnini egallamoqchi, uchinchisi yana bir shaharni o'ziga qaram qilmoqchi. Ittifoqni ne el ekanini bilmagan, yolg'iz o'z manfaati shaxsiyati yo'lida bir-birini yeb ichgan mansabparast, dunyoparast va shuhratparast muttahamlar Turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib, bizni odam bo'lishimizga aqlim yetmay qoldi. Agar biz shu yo'ldan ketadirgan va o'zimizning tagimizga o'zimiz suv quyadirgan bo'lsak, yaqindir kim o'ris istibdodi iflos oyog'i bilan Turkistonni bulg'aydir. Va biz o'z qo'limiz bilan kelajak naslimizning bo'yniga o'ris bo'yintirug'ini kiydirgan bo'larmiz. Nahotki biz otalar, aqlsiz otalar, o'z naslimizni, kelajak naslimizni kofirlar qo'liga topshirganimizda Tangrining qahri bizga yoqilmaydimi, o'g'lim? Albatta yoqiladi. Albatta. Omon qaytdingizmi, begim? Shukr. Qo'lingizga nima qildi? Hech qisi yo'q. Bitib ketadi. Yo'ldan juda charchadim. Menga choy bersangiz. Onasi, Labbay. senga zarur gapim bor. Ichkariga kir. Xo'p bo'ladi. Ma. Xo'sh, xotin. O'g'lingga issiq sovuq qilib turibsanmi? Issiq sovuq qilsam nima bo'pti? Har holda o'g'lingiz suv quygandek anchagina tinchib qoldi. Iloyim em tushgan bo'lsin. Zo'ri behuda miyon shkanat deydi tojiklar. Tojichangizni qo'ying. O'g'il o'stirishga o'quvingiz yo'q sizni. Allohu akbar. Bo'lmasa